Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Tecom mashinasi kelib qoldi akalar, ko'rishingiz mumkin. 99-yil mashina holati akalar zo'r holatda turibdi. Xo'p, yumshoq bo'lolli qo'ying ham, balonlar ham zo'r holatda ekan. Salon qismlarini akalar ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham urinib ketmagan, yaxshi holatda. 641 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Mashinaga chexol, kori poli, magnetofon kolonkalari ham qo'yilgan. Aytamanki akalar qishga zo'r variant. Benzinni ham 5 ta rasxod qilar ekan. Hadovoy korobkalarda umuman ishlari yo'q ekan. O'zim haydab ko'rdim. Motorida okalar ko'lsaga chiqadigan $100 ishi bor ekan. Ertalab zavodit qilayotganda ozmoq tutar ekan, qizigandan keyin mashina tutamas ekan. O'zing uchun bir qator tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. Narxi asosiysi shikolat narx bo'ldi. Kuzlar ham zo'r holatda. Kraskasiga keladigan bo'lsa okalar, kraskasi ham okamiz ham точно bilmas ekanlar, o'zing uchun tekshirtirib olaverasizlar. Lekin menimcha kraskasi ko'p emas. Meniki kuz holatlari, chok holatlari zo'r holatda turibdi. $1350 bo'ladigan narx ekan okalar.